Davlatimiz rahbari joriy yilning 7-aprel kuni jismoniy tarbiya va sport sohasidagi kelgusidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida sport tizimini yangi bosqichga olib chiqishda tadbirkorlar, homiylar, xususiy sektor vakillarini ham kengroq jalb qilishni alohida ta'kidlagan edilar. Ana shu vazifalardan kelib chiqqan holda bugun Farg'ona viloyatida chora-tadbirlar belgilanib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Quva tumanidagi suv sport majmuasi yillar o'tib, ma'nan eskirishi natijasida mashg'ulotlar olib borish uchun yaroqsiz holatga kelib qolgandi. Viloyat hokimligi sport boshqarmasi Quva tumani hokimligi tomonidan ushbu inshootni tadbirkor Abror Toshtemirovga davlat xususiy sheriklik asosida berilgani majmuani zamonaviy ko'rinishga olib keldi. Tadbirkor tomonidan suzish havzasi 800 million so'm evaziga mukammal ta'mirdan chiqarilgani sport maskanini zamonaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan majmuaga aylantirdi. Bu esa bugun tuman aholisini behad quvontirmoqda. Sanitariya gigiyena holatiga javob beradigan sharoit, har bir qulayliklarni ko'rib turib, ichimdan quvonib ketdim o'zim ham. Bunaqa qulayliklar ilgari bo'lmagan, to'g'risi. Loyqa suvda cho'milardi, ustimizdan loy bunday oqib tushardi. Shu vaqtlarda. Mana hozir sport zallar juda ko'p sohalar bo'yicha ko'p qarorlar qildi. Prezidentimizga rahmat. Sport odamni chiniqtiradi, baquvvat qiladi. Shu yerlarda o'zimiz katta bo'lganmiz, lekin bunaqa obyektlar yo'q edi. Mana hozir prezidentimizga rahmat, sportga juda katta yo'l ochib beryapti. Yoshlarimizni ko'rib turib, o'zimizdan havas ketyapmiz. Hozir ham qo'yib bersa, o'zim ham suzish bo'yicha chempion bo'lib ketsam kerak deb o'ylayman-da. Majmuaning ochilish marosimi katta bayramga aylanib ketdi. Unda so'z olganlar prezidentimizning sport sohasini rivojlantirish borasida olib borayotgan islohotlari bugun Quva tumani aholisini ham behad quvontirib, yoshlar uchun zamonaviy imkoniyatlarni yaratib berayotganini faxr bilan tilga olishdi. Abror Toshtemirov boshchiligida davlat xususiy sheriklik asosida faoliyati qaytadan yo'lga qo'yilgan ushbu majmua quvaliklarning salomatligini mustahkamlash bilan birga tumandan yangi chempionlarni kashf etishiga ishonch bildirishdi. Iqtidorli yoshlar malakali murabbiylar bilan dastlabki mashg'ulotlarni olib borishdi. Bugun biz juda ham xursandmiz. Sababi biz yoshlarga katta sharoitlar yaratib berilyapti. Oldin biz suzishga qiziqsak-da, shug'ullanishga imkoniyat topolmayotgandik. Mana bugun zamonaviy suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Bu majmuada hamma sharoitlar yaratilgan. Biz bu yerda endi mazza qilib shug'ullanib, O'zbekiston va jahon chempionlariga aylanamiz. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, sport bu faqat musobaqa emas, balki sog'lom turmush tarzi, intizom, vatanparvarlik va mamlakat nufuzini namoyon qiladigan katta kuch. Ishonamizki, quvalik yoshlar yaratilgan bunday imkoniyatlar evaziga avvalo sog'lom bo'lib, xalqaro maydonlarda yuqori natijalarni qayd etishadi.